Assalomu alaykum, hurmatli gaydan xodimi. Mana men hozir remen taqib kelyapman. Qarangda, sizlar qilaydigan ishingiz yo'qmi, qarang. Taqyapsiz bobojon. Yo, To'g'ri taqing. Yo, menga qarang, remen turibdi-da, mana ko'chada. To'g'ri taqing. Ya, mana ko'ryapsizmi? Remen turibdi. To'g'ri taqing va tayyor. Ko'chadan qarayapsiz, remen taqilgan, to'g'rimi? Siz meni to'xtatyapsiz. Shunday bobojon. Boshqa ish yo'qmi shogird sizga? 970 qaror bor. Ikkinchi banda 6 bo'ldi o'tkazadi. Qarang, Ko'chadan tekshirish maqsadida. Gen prokuror bilan Ichki ishlar vazirining qo'shma bayonnomasi bor. Dan xodimi qoida buzmagan haydovchini to'xtasa, u o'zini vazifasini suiiste'mol qilganga kiradi. Yo'q. Bilasizmi shuni? O'shani bilasizmi yo'qmi? O'shani bilasizmi? Nimani? Siz haqqingiz yo'qligiga qoida buzmagan to'xtatishga. Yo'q. Bilmaysan? Bo'ldi, o'sha ikkinchi banda. ana shuni o'rganing shogird. Shuni o'rganing. Men sizga davom yo'q. Lekin shuni bilib qo'ying, dars bo'lsin sizga. Qoida buzmaganda g'ay xodimi to'xtatish mumkin emas. Ey, baraka topgur. Ko'rsatib berami qonun? Mumkin emas. Bo'lmasa endi turib olinglarda hammasini to'xtatinglar bo'lmasa. Hammasini to'xtatinglar. Maxsus topshiriq bo'lmasa mumkin emas. Mana bobojon. Mana 1000 ta mashin kelyapti. 1000 ta mashina. Hammasini to'xtatinglar bo'lmasa. Mumkin emas, uka. Shogird dedim, tushunmayapsizlar. Mumkin emas. Dan xodimi o'zini vazifasini bilmaydi. Men ketyapman, menga xalaqit qilyapti. Dan xodimi aslida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash kerak. U yo'l harakatini xavfli qilyapti. Qoida buzmagan odam to'xtatib. Bunaqa emas-da. Men taqshim bu.